Bugun O'zbekistonda Umra ziyoratini tashkil etish va fuqarolarni muborak safarga yuborish oddiy turizm xizmati emas. Amaldagi qonunchilikka muvofiq bunday faoliyat bilan faqat belgilangan tartibda litsenziya olgan yuridik shaxslar shug'ullanishi mumkin. Lekin muqaddas ziyoratni niyat qilgan fuqarolarning istagi va ishonchidan foydalanib, qonuniy asosi bo'lmagan holda Umraga yuborishga urinayotganlar ham uchramoqda. Jumladan Toshkent shahrida yashovchi 1981-yilda tug'ilgan shaxs tegishli litsenziyaga ega bo'lmagan holda o'zini mamlakatimizda Umra ziyoratini tashkil etishga ruxsat berilgan turfirmaning go'yoki vakili sifatida tanishtirib, jami 3 nafar fuqaroni Saudiya Arabistoniga Umra safariga yuborish va muqaddas amallarni to'la-to'kis bajarishlarini ta'minlab berish evaziga jami 3450 AQSh dollari talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va ichki ishlar organlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda mazkur shaxs $3400 va 600 ming so'm olgani vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Farg'ona shahrida kuzatilgan holatda esa sizga nisbatan tezkor tadbir o'tkazilyapti. Kim bilan nima maqsadda gaplashdingiz? Qanday fikrlar bor qoldingiz? Bana hozir 4200 bo'lindi. Shu pullar masalasi bo'yicha. Nimaga javob qolyapsiz? Tashakkur etyaptilar. Yo'q, olmayman men. Mani vakolatim yo'q, kechirasiz. 1998-yilda tug'ilgan shaxs o'zining tanishlari orqali 4 nafar fuqaroni Umra ziyoratiga yuborishni va'da qilib, jami 4200 AQSh dollari talab qilgan. Lekin so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan uning noqonuniy harakatiga chek qo'yildi. Hozirda har ikki holat yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 15-20 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.